Yigit kuniga 10,000 yevrodan ko'proq daromad qiladi. U ayollar boshida haqiqiy san'at asarlarini yaratadi. U oddiy sartarosh emas, u rassom. Uning soch turmaklari bu san'at va barcha ayollar unga borishni orzu qilishadi. Bir mijozasi o'zgacha narsa xohladi va u 5 soat ichida uning sochidan kepka yasab berdi. Natija shu qadar ajoyib chiqdiki, hech kim bu haqiqiy mato emasligiga ishonmadi. Yana bir ayol qurilishda ishlaydi va undan sochdan himoya, dubulg'a yasab berishni so'radi. U uddaladi. Endi ayolga haqiqiy dubulg'a kiyishning hojati yo'q, chunki uning boshida allaqachon dubulg'a bor va u juda chiroyli ko'rinadi. U hech qanday chegaralarni tan olmaydi. Istalgan narsani o'ylab topishi mumkin. Bir kuni yoniga bir qiz kelib, "Boshlagimda qandaydir hayvon bo'lsin", dedi. U cho'chqachani tanladi va shunday realistik ko'rinishda yaratdiki, buni ko'rganlar bu o'yinchoq deb o'ylashdi. Sochdan yasalgan deb emas. Ayollar unga navbatda turishadi, chunki bilishadi u oddiy soch turmagi emas, balki mo'jiza yaratadi. Uning o'zi esa shunday deydi: "Men sochlarni yaxshi ko'raman. Bu mening hayotim."